Senga challenge Minecraftda yo'q mobilni topib o'rishtirib, buni aniq uddalay olmaysan. Bu men uchun judayam oson. Buni hozir tayyorlayman. Mana obunachilar, hozir men ajoyib jang bo'ladi. 3 ta oltinga bitta zombi mutant. Bu ikkalasi ham judayam kuchli maxluqlar hisoblanadi. Buni qo'ldagi nayzasi aslida men ko'rganman 13 urinadi. Lekin u ko'rilmadi. Yomon tarafi o'lgandan keyin men hozir urolmayman-da. Turganda ko'rishim mumkin. Bular yotgandan keyin ham uradi yomon tarafi. Va shunaqa sakotadi. Misol kim yutadi? Umi yoki bumi? Bularda ham o'sha jon ozgina qolishni boshladi. Bu judayam yomon. Qani nima bo'larkin endi? Va bitta nayza bilan ursam hammasi o'ladi. Kutaman. Mayli endi. Lekin mana shu yaxshi bittasi birinchi o'rinda o'ldi. Bularchi? Hali o'lgani yo'q. Zombi ozgina joni qolibdi. Bu golemlarda ham joni ozgina qolgan. Lekin kuchlari teng. Kim yutadi? Bitta o'ldi. Va buni ham ozgina joni qolgandi. Afsuski bu o'ldi bechora. Bachkamanda. O'lmadi-yu. Ana endi o'ldi. Yaxshi. Xullas obunachilar, mana endi qoldi bitta emas, 3 ta golemga bitta pul degan zombi, qochoq zombi. Bu zombi judayam kuchli. Bu yaxshigina zombi. Men bu zombini judayam yaxshi ko'raman. Boltani qarang, nezvayt bolta. Bu lekin judayam ajoyib. Yurayotgan paytda buni qonli golemlar o'zidan qon hosladi, bu esa qonni yuvsa yo'q qiladi. Любой o'tda bo'lsa ham. Judayam yutib oldingmi? Mayli endi. Bu yoqda tuzalish kerak. Va hozir bu yerda 2 ta nezvaytga bitta mutant. Hamma bilgan. Unaqa qarshi o'sha zamki yo'qmi? Bu urush xohlamayapti shekilli. Mayli, yaqinroq spam qilsam. Endi o'sha davay bos. Mutant Avagoda qarang, kuchliligini. Lekin yana bitta dushman chiqardi. Bo'ldi. Vexlar, lekin mutant Vex yo'qmi? Mayli. O'zi bu mod aslida 30 ta bunaqa mutantlar qo'shgan. Bular judayam ajoyib mutantlar. Bu nezvaytku bittasi уже admin bo'pti. Mayli, bitta qoldi. Lekin bitta qolsa ham mayli. Senga yordam beraman. Bu ajoyib bolta ekan. Turdi xalqni boltasi. Bitta bo'lsa mana shunaqa bo'lyapti. Ko'ramiz, lekin bu ham taslim bo'lmoqchi emas. Bu judayam kuchli. Men senga ishonaman, nezvayt golem. Uni yakson qilib tasha. Bu judayam kuchli sehrgarlikdan. Buni ajoyib maxluqlar. Bu mana boshqa-yu. Ozgina qolgandi joni. Asosiga bu ham menga yoqmadi. Endi-chi? Mana endi ahvoling maymunlar yig'laydi. Bo'ldi, o'ldi. Unda nechta? Mayli. Judayam ko'p tushayotgan bundan nezvaytlar. Lekin buni yaxshi nezvaytlar chiqardi. Va bizning keyingi anaqamiz 2 ta zimit golemga bitta anaqa golem. Xo'sh. Mutant piglin. Wow. Bu solik bitta udadi, ikkalasini udadi. Lekin endi men qo'li ham yaxshi zo'r ekan, menga yoqdi. Xo'sh. Yomon bitta udaganda
ikkitasi jon ketadi. Bu yomon. Ish orqaga tushib ketmasa bo'ldi bundalar. Yaxshi futbolchilar tushmaydigan. O'sha bittasi u admin. A Давай, men senga ishonaman. Menimcha bu aniq yutqazdi. Yutqazdi. Buniyam jonim mayli. Buniyam ozgina joni qolgandi. Bittala joni qoladigan-a. Afsus, o'z joni kam bo'ladi birovda o'zi. Va keyingi janjimiz ikkita Haybeli deganda qolgan, bitta Lopezmi otolgan zombi. Bu judayam kachok deyarli, lekin ja kuchli emas va menda super qilich bor. Xo'sh. Buni ikkala somonlar kuchsizdi, lekin baribir unaqada somonlar kuchsiz qanitursam 1, 2 tuvdi. O'ylaganimki mayli. Bu zombilar chiqqan, ko'proq zombi chiqarsa ahmoq voy. Xo'sh, baribir o'lmayapti. Lekin bu judayam yomonlikka-ku. Telefonimiz qatyapti. Mayli, men indaman. O'zim shaqirtib oldi joni. Nimaga buni zombiga e'tibor berishmayapti? Bittasi o'sha admin. Ikkinchisiyam. Xo'sh. Bu lekin g'irromchilik bo'lyapti. Qani? Mana. Golem. Demak, uchrashib turib, o'g'limga xalaqit va finalniy jang. Ikkita unaqaga xullas, obunachilar beda golem ishlatib ko'rdim. Bu beda golem bug bo'lyapti. Ishlamayapti shunga. Ikkita bunaqasidan o'rtamiz. Bu ikkita ajoyib mutant golemlar judayam kuchli. O'tkazsa videomni ko'rgan odamlar biladi. Tushib ketdi bu haqlik. Shunga mana bo'pti. Kachogam tushib ketdi. Unaqa kachog deyman-da. Qishloq zombi. Bo'ldi, bo'ladi. Judayam ajoyib. Menga yo'qotib ko'rsa, bu joni judayam qattiq oladimi jonini. Yomon tomoni to'sinlardan tushib ketyapti. Bular kattaligidan to'sinlardan tushmasi kerak edi. Mayli, bular ahmoq. Eng yomon tomoni golemlar bir-biriga tegib ketsa, bittasi ham ketdi. Mayli, bunga indamayman-da. Jim kuzatib turaman. Xo'sh. Bu bitta zombilar admin bo'pti. To'g'ri, Kutima golem. Men senga ishonaman. Mana va bo'ldi. Zombilar yutdi. Bir-biriga urushyapti. Ahmoq oila bir-biriga urushyapti. Mayli, zombilar o'zlarini oilaviy muammosi. Mana, xo'sh, kim o'tadi endi? Zombi cho'chqalarga qarshi, plus nezoli zombilarga qarshi, oddiy overworlddagi zombilar qarshi kim o'tadi? 3-2. Lekin ikkita nezoli cho'chqalar hali shikastlanmagandi-da. Xo'sh, mana. Ana endi yeyishga keldi edi. Bu judayam yomon. O'zlariga o'zlari urushyapti. Esa qayerdan ikkita golem pastga tushib ketmaganda. Mayli. O'zim aybdorman. O'zi ikkita qavatli qilishim kerak edi. Mayli, endi qiynalib o'tirmayman. Ajoyib jang. Kim yutadi? Agar zombilar yutadi desanglar, like bosinglar. Birga bir qoldi. Kommentariyada yozib qolsa, agar sizga bunaqa challenge'lar bo'lsa, kommentariyada yozib qoldinglar. Va bilmadim. Kim yutdi, lekin pastda hali ham jang bo'lyapti. Mayli, bitta o'da qolgandi senda ham.